Devcholkalar, ikki qatlidan keyingi yuzimizga tushadigan dog'lar, guridan qolgan dog'lar, sepkillar, podmishkadagi qorash, bikinidagi qorash, qo'ltiq sasishiga bizga laktofiltr bilan Perix vodorod kerak bo'ladi. 10 yildan beri ishlatib va natija olgan sirimni sizlar bilan bo'lishaman. Perix vodorod oqartiruvchi xususiyatiga ega. Har kuni kechasi yuzimni yuvib bo'lganimdan keyin oxirida shu bilan yuzimni artib uxlayman qizlar. Yuzimni oqartirib, guridagi dog'larimni ketkizib, sepkillarimni ochartiradi qizlar. Laktofiltrimga keladigan bo'lsak, har oy 10 kun ichagimga ichaman. Ichaginglarni tozalab, shlaklarni tozalab tashlaydi qizlar. Men hech qanaqa kosmetolog emasman, lekin menga shu narsalar har doim natija bergan. Bikinidagi va podmishkadagi qora ishlaga ham bemalol artib ishlatsanglar bo'ladi. Shunda oqartirib zo'r qilib beradi. Faqat depilyatsiyadan keyin 2 kundan keyin. Balog'atga yetgan qizlarimizning qo'ltig'i sasiganda nima ishlatishni bilmaydi onajonlar. Rexona har xil kuchli antiperspirantlarni ishlatmanglar. Rak chaqirish xususiyatiga ega. Bitta dona mana shu Perix vodorod sizlarga kerak bo'ladi. Cho'milgandan keyin qo'ltig'ini shunda artib qo'ysanglar bo'ldi. Mana men o'zim bir tonnalab uyimga olib kelib qo'yganman qizlar. Har doim shu narsalarni ishlataman va menga foyda bergan. Kimga foydali bo'lgan bo'lsa, tanishinglarga jo'natib qo'yishinglar mumkin.